بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü programımız ihsan ve onun ehmiyeti hakkında toxtalımız endi. Endi ihsan dinning 3 mertebesinin 3. mertebesi hesabında. Dinning mertebesi 3. İman, İslam, ihsan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cibril kelip şu üçünü soğan. İmanını soğan, onun İslamını soğan, onundan keyin ihsanını soğan. Surap bolgandan keyin Rasulullah sizlarga dininglarni o'rgatgil keldi Cibril deb sahobalarga ashna degan. Odam suratida bo'lib kelib Rasulullohning oldiga kelib ashuni so'gan. Demak, ihson degan dinning 3. martabasi. İman, İslam'dan kalsa en mühim mertebe. Takvalıktan bu çok. Yani ihsan degen ne degenge? İhsan degen her işini qetirqinib qilish deganlik. Yaxshilik qilish ma'nosi bu bor. Ammo dinning martabasi qatorida kelganda qetirqinib, birilib, voyaga yetkazib qilish degan ma'noda keldi. Qur'on Karimdagi allazi ahsana kulli shay'in xalaqahu. Yani Allah her narsani mukammal yaratgan zotdir degan oyat buni ifodalaydi. Chunki arab tilidagi ihson itqon, yani her bir ishni qetirqinib qilish, puxta o'rindash, kamolatga yetkazish degan ma'ni ifodalaydi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Farishta Jibrilning Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı gelip şu üçünü soğanlıqını bayan qilgan. İmam Müslim rivoyat qilgan bu hadisni, nayt sahih hadis. Şu çağda Rasulullah'dan ihsan degan nima deb so'ganda, ihsan Allah'ni sen gerçi ko'rmasanmi, Allah seni ko'rib turgandek. Yani Allah'ını sen ko'rib turgandek ibadet qilishingdir degan edi. Allah bizni ko'rib turdi, o aniq endi. Xuddi bizmi Allah'ını ko'rib turgandek ibadet qilish deydi. Endi bu namozdagi, ibodatdagi bir misol bu. Bütün din ve dunyolik har qanday ishda Allah meni ko'rib turdi, Allah meni kontrol qilib turdi. Savobli, gunohli amallarimni farishtalarga yozdirib turdi deganga o'xshash mushuni ko'z oldimizda keltirib Allah'ın bizning ko'rib turadiganligini esimizdan chiqarmaslik deganlik endi ihson degan. Shunda qilgan chaqda inson qetirqinib qiladi. Allah ko'rib turdi, Allah'ning oldida men hiyla ishlasam qanday bo'ldi deganga o'xshaydi. Endi 4 martaba bor. Musulmon, mu'min, taqvo. Taqvo uniki muhsin. Musulmon har qanday bir iymon etgan odamni musulmon deyveramiz. Masalan, Allah'a ya işensin ya işenmesin Müslüman ailesinde doğulup üzülme Müslüman deyip yürgen adamını Müslüman deyiverimiz. Onun bir yukarı perdesi mümin. Allah'ın varlığına, periştlerin varlığına, kitaplarının varlığına, düşürgenliğe, peygamberinin hakkına, kıyamet gününe, yakşamalık Allah'ın takdirden bulduğalığı bu şu altı imanına Çin işengen adamını mümin deyimiz hem de. Bu mümin Müslümanın bir mertebe yukarı turdu. Hucurat suresinde şu Araplarga deydi. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ deydi. Sizler Müslüman olduk danglar, iman tek kalbimizga kelgichi bo'lmadi deydi o. Haliqat. Ağızda Arap iman etib qo'yib Müslüman olduk deb qolib, chin qalbidan ishonmagan shu nimalarga. Araplarga degan gap. Uniki taqvolik. Mu'minlikning yuqori pallasi taqvolik. Taqvolikning yuqorisi muhsin, ya'ni qetirqinib qilish. Qur'on Karimda innalloha yuhibbul muttaqin, innalloha yuhibbul muhsinin degan oyatlar bor. Alloh taolo taqvolarni yaxshi ko'rdi, muhsin qetirqinib ish qiluvchilarni yaxshi ko'rdi deb. Ya'ni Alloh taoloning sevgisiga, muhabbatiga erişken kişiler takva ve muhsin diyen. Ama takvalık diyen bu muhsin derecesinden bir tüvenkisi derecesi. En yukarısı muhsin. Hem de ihsan, yani umumi Müslümanlar arasından yokulap gitişki başlayan İslam dünyasında kent yapıldığı mühim bir ahlak. Yani
ihsonning o'sha har ishni qat'iy qilib qilish, har ishni birilib qilish, har ishni voyaga yetkazib qilish, xuddi Alloh taolo meni ko'rib turdi degan shu e'tiqod bilan. Ayda qilish musulmonlarda ojizlab ketgan bir axloq. Bu shuncha ahamiyatli bir axloq bo'lib turib, hozir uni ko'p sondagi musulmonlardan, hatto diyonatli sanalgan kishilardan topqil bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Afsuslanarli shuki, ya'ni afsuslanarli ish ihsondan iborat bu go'zal axloqdan umumiy musulmonlar foydalanmagan bilan g'arb dunyosi undan yetarli foydalanadi. Ishni qat'iy qilib qilish degan bu axloqdan sinamdi deb hayron qolishingiz mumkin. Shundoq qat'iy qilishni o'zining yadrosi qilgan ihson güzel axloqlar ichidagi eng ahamiyatli sanaladi. Chunki islom dinining chaqiriqi har ishni qat'iy qilib qilish, ibodat, muomala, gap so'z, ish harakatlarning hammasida berilib puxta yaxshi qilishni islom axloqi sanaydi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh sizlarning ishinglardagi ishni qat'iy qilib qiluvchilarni yaxshi ko'rdi degan. Qur'on Karimda innalloha ya'muru bil adli val ihsani va ita'i zil qurba va yanha 'anil fahsha'i val munkar. Allah adaletli bo'lishga, har ishni qat'iy qilib qilishga va urug' tuqqanlarga silrahim qilishga buyuruydi deydi oyatda. Yana bir oyatda inna rahmatullohi qaribun minal muhsinin. Allohning rahmati ihson qiluvchilarga yaqindir, ya'ni har ishni qat'iy qilib qiluvchilarga yaqindir deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, Alloh ihsonni har narsaga bitib etgan. Her narsada ihson qilinglar deydi. Bütün ishlaringda qat'iy qilib qilinglar. Din va dunyolik har qanday ishda. Biz çoğu küçük adli murakkab her qandaq ishda ihson bilan ish qilishga buyurildik. İhson tariqasida. Biz musulmonlar Alloh taolaning amrini tark etib, Alloh taolaning haqqini to'liq ado qilmasdan, u haqlarni shakli ibodatlarimizga qisqartib qo'yib, ibodatning umumiy va cho'nqur ma'nosini g'aflat qilib, dinimizning ruhidan, Alloh taolaning bizdan istaganlaridan yiroqlashib qolganligimiz uchun bugungi kunga qolgan. Aciz, başkalarına beklediğin müde ahval kapkan. Hidayet, iman, insaf biz Müslümanlarda var. Rehim, şefkat biz Müslümanlarda var. Dünyanın tabii baylıkları yeni biz Müslümanların zeminlerden çıkıyor. Pen teknikleri ilgirleş ve başkalarına bekinmezden hür, kudretlik, bayaşat hayat geçirişinin bütün amilleri, sebepleri biz Müslümanlarda var. Fakat bizde kem bolğuna her işte qat'iy qilib işleş, rastçılık, samimilik, veli vefa qilish, intizomchanlik, inoqlik, tirishchanlik, o'ziga ishonish, jasoratli bo'lish qatorliq muhim axloqlar bizda ojiz. Hatto yo'q ishlarda. G'arb dunyosi, böyle Amerika, Kanada, Avustraliya bo'lsin, Yevropa dunyosi bo'lsin, fen texnika yoki ilm ma'rifat deganlarni bilmagan chog'larda biz musulmonlar dunyo xalqining oldida edik shu chog'da. 16 asrning oldida. Hozirgi ilm fanlarining nazariy asoslarini solg'uvchilarmi Ibn Sina, Farabi, Ibn Haysam, Ibn Rushd, Xorazmi qatorliq musulmon olimlar edi. Hatto dunyoning xaritasini tunji qatim sizgan kishimi bizning buvimiz Mahmud Qashqari edi. Ama biz musulmonlar axloq doirasidan chiqib ketib, shaxsiyatchilik bosh ko'targandan keyin ilm-fan taraqqiyot va kashfiyot navbatini boshqalarga o'tkazib turib, o'zimiz ma'naviy qashshoqlik bilan har tarafdan nomrodlikqa mubtalo bo'lgan. Hozirgi kunda eng taraqqiy topgan davlatlarda sanalgan Yevropa davlatlarida har ishni qat'iy qilib ishlash, rost so'zlash, vaqtga rioya qilish, samimiylik qatorliq insoniy axloqlar bor. Ular yolg'on aytmaydi, ular vaqtga rioya qildi, aldamaydi, samimiylik bor. Ama afsuski biz musulmonlarning ko'pinchimizda islomiy axloq yo'q, insoniy axloq yo'q. Xalqimizda qat'iy qilib ishlagan odam ravoy topadi degan ma'nodagi hikmatli so'zlar bor. Biz qaysi bir ishni qat'iy qilib qilyapmiz, shakli axloqimizdan boshqa qaysi bir axloqimizni isloh qila oldik. Shakli jihatdan o'zimizni shunday chiroyli ko'rsatib yuramiz. Bo'ldi. Endi ihsonni niyat qilishni kifoya qilmaydi, qilish kerak uni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuqorida hadisning davomida mal bo'g'izlashdimi, ya'ni Alloh har narsaga ihsonni bitib etgan degan hadisdan keyin
Mal bo'g'izlashdimi ehson qilinglar, pichoqni ikki kiritib molning jinini qiynamay bo'g'izlanglar deb ko'rsatgan. Ehson qilishda niyatlar kifoya qilmaydi, balki uni amalda ko'rsatish va shunga yetarli sabablarni hozirlash talab qildi. Xuddi o'ltirmoqchi bo'lgan molning jinini qiynamasdan ehson tariqasida bo'g'izlamoqchi bo'lgan odam pichoqni ichiklatishga muhtoj bo'lgandek, o'rganish qilmoqchi bo'lgan o'quvchimi munosib vaqtni, munosib joyni tanlashga va munosib chiroq yo'riqni tanlashga muhtoj. Aşının hepsi ihsanga kirdi, qetirqinganlikqa kirdi şu. Memniyet ügünüş qilma, bu işlerin varan çoğu yok yada. Çırağın nuru abdan keldi yada. Jim o'tirdigan yerda mundayda qilishim kerak deb ashuni tanlash, shuni ko'ngil bo'lishmi ihson shu. Endi ibodat de ihson. Ibodat bilan ihson intayin zich munosabatlik. İbadetini en mükemmel derecede tuluk ada kılış ihsandan sanıldı. Şu Cibril Aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan nime der sorganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'ını görüp duruvatganda ibadet kılışındadır. Gerçi sen Allah'ını görülmüşsen mi Allah seni görüp durdu dep cevap vergen. Mana bu ibadet ihsan. İnsan namaz, zakat, rozuk okşaş ibadetlerini la emas, belki dünya ahiretlik bütün işlerini ihsan tariqasida qetir qilib qildigan bo'lsa, işlerinin hemmesinde necide kazanalaydı ve Allah Teala'ga en mükemmel şekilde kulçuluk qilgan bo'ldi. Çünkü her kişini Allah meni ko'rib turadi degan itiqat bilan Allah razılığını ko'zlab qilgan adam bütün işlerde ibadet ichida bo'lgan bo'ldi. Hatta onun uykusu mu ibadet qatarına sanıldı. Endi ota-onaga ihson qilish. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana deydi. Allah onun üzügüyle ibadet kılışınlarını ve ata-anaga qetirqinib hizmet kılışınlarını farz qildi deydi. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip, ya Resulullah, seni bilen birge cihatga çıkışını halayman deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ata-anandan birisi hayat mı deb sorganda hel qanım, ikkilisi hayat deb cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onundan Rasulullah savab izlemsen deb sorganda o adam elbette savab izleymen deydi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla undaqda qaytqin ata-anaga yaxshi hamroh bo'lib, ularning xizmatini qilgin. Shu orqali jihad qilgin deb uni qaytardi. Musulmonlar kafirlarga nisbatan son ve kuch jihatda oz bo'lganlikdan jihad qilguvchi qo'shinning sonini kuchaytirishga, sonini ko'paytirishga, uning kuchini texmo zo'rlashtirishga ehtiyoj bor turiblik. Shunda bir sharoitda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu odamni eng ulug' ibodat bo'lgan jihoddan to'sib qo'yib, ota-onasiga xizmat qilishi uchun uyiga qaytarib o'tganligini, ota-onaga hamroh bo'lib, ularning xizmatini qatir qilib qilishning naqadar ibodat ekanligini isbotlashga yetarli bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilganning hammasi ashunun ne kadar muhim ekanligini bildirdi. Endi ota-onaga qanday ihson qilamiz? Yuqorqi oyatga ota-onaga ihson qilishdan iborat bir jumla so'z nurg'unlagan ma'noni ixcham holda o'z ichiga olgan. Allah Teala bu bir cümle söz orqali bizni ota-onamizga ihson qilishni chuqur ma'nolarga boshlaydi. Ularga ihson qilish bo'lsa, ularga har vaqt tabassum bilan qarashdan boshlab, muloyimlik bilan siliq va adablik muomala qilish, past ovozda adabli so'z qilish va ularning moddiy va ma'naviy, din va dunyolik qandoqlar xizmati uchun hamisha ularning oldida hozir bo'lishgacha bo'lgan bir yurish farzand burushlarini mukammal darajada qatir qilib ado qilishni o'z ichiga oladi. Ata-onaning xizmatini chin yurakdan qatir qilib qilish orqali ularga ihson qilish har qanday farzand uchun farz. Chunki Alloh taolaning ibodatdan keyin buyurgan farzi ata-onaga ihson qilish. İhsan sözü yaxşılık qilish degan ma'noni o'z ichiga olganligi e'tibori bilan urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, faqirlarga yaxshilik qilish degandek ixtiyoriy xayr ihson sadaqalarni o'z ichiga oldi. Ammo ota-onaga qaratilgan ihson so'zi bu ma'nolarni kelmaydi. Çünkü ata-onaga qatir qilib xizmat qilish bolalar ustidagi muqaddas burch. U hargizmi ixtiyor holda qilib qo'ydigan xolisona xizmat yoki xayr ihson emas. Ata-onasi oldidagi bu muqaddas burchini tark etgan kishi avval bu dunyoda, ondan oxiratda uning jazosini tortadi. Shunga ata-onaga, ya'ni ata-onaga ihson qilish degan gap bundaqaligi. Boshqalar qilib qo'ysin bo'ldigan, qilmasin bo'ldigan da ixtiyoriy bir ibodat emas bu. Bu burch va qarz endi. Unda bo'lganki, bu yerga ata-onaga qaratilgan ihson qatir qilib, voyaga yetkazib xizmat qilish deganni bildirdi.
Qizlarga ihson qilish. Qizlarga ihson qilish deganning ma'nosi nima? Qizlarga ihson qilish degan ularga olan din dunyolik butun ishlarga ko'ngil bo'lib, ularga dunyo va oxiratda foydali bo'lgan manfaatlarni keltirishda qetir qilib tirishchanlik ko'rsatish, ularni tarbiyalashda, beqishda, qator qo'shishda, o'qitishda qetir qilib ish qilish deganlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimki uning ikki qizi yoki ikki hamshirasi bo'lib ularga ihson qilgan, o kishi bu ikkisini sababi bilan jannatga kirdi. Qizlarga va hamshirlarga qanday ihson qiladi? Tabiiyki ihson payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'rganish bilan qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam butun farzandlarga, xususan suyumli qizi Fatima roziyallohu anhaga ihsonning eng ko'rinarli ulgusini ko'rsatgan. Qachonlar Fatima roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeniga kirsa, uning o'rnidan turadi va peshonasiga suyib qo'yib, yenida o'tirg'izadi. Hozirgi zamonda qanchalik ota qizlarga shunchalik mehribonlikni va hurmatni ko'rsatadi. Qizlarga taqdim qila oladigan eng cho'ng hadiya, eng cho'ng mukofot, eng cho'ng boylik ularning chechini silab qo'yish, peshonasiga suyib qo'yish va ularga hurmat qilish. Buningdan boshqa narsalar uning o'rnini bosa olmaydi. Eng qimmatli mashinalarni olib berib, eng oliy uylarni olib berib, eng esli kiyimlarni olib berib, eng lazzatli g'izolarni olib berib boqqanlik o baqqanlik emas amaliyotda. O cho'ng ish emas. Mehr muhabbat bo'lsa. Qizlarga beradigan mehr muhabbat beshini silab qo'yish, ahvolni so'rash, peshonasiga suyab qo'yish, bu shu bilan hammadan qimmatli hadiya. Moshini qilolmay, boshqa hammani qilgan bo'lsa-mu, moshini qilolmagan odam u mehr muhabbatni ado qilolmagan bo'ldi, yana bir yerga kam qolgan bo'ldi. Musulmonlarning yo'lboshchisi, davlatning raisi, masjidning imomi, islom qo'shinining oliy qo'mondoni, Alloh taolaning ham xalqning nazarida eng cho'ng hurmat, ehtiromga sazovor bo'lgan katta bir payg'ambarning shunchalik ahamiyatli ishlarini qayirib qo'yib, oldiga kelgan qiziga alohida o'rnidan turib, unga salom bergan va bag'rini bosgan yerda odatdagi insonlar qanday bo'lishi kerak? Payg'ambarning bu kamtarlik oldida ba'zi bir dindor qiyofatdagi kishilarning, mulla atalganlarning, hoji haram bo'lganlarning va astular mansabga yoki boylikqa erishib g'adayganlarning o'zlarini hech kimga tan qilmaslikni nima degan bo'ldi? Ya'ni sen o'zingning bolalarining oldida, bularning qizlarining oldida bek kamtar bo'lishing kerak. Hurmatlashing kerak. Fatima roziyallohu anha yatliq bo'lgandan keyin ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyidan sal yiroq bir joyga makonlashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir sahobaning yeniga berib, uningga "Men qizimning firoqiga bardoshlik beramadim. Sening uyingdan mavi uyni bizga setib bergan bo'lsang, qizimni bana yaqin bu joyga ko'chirib kelsam" deydi sahoba. "Ya Rasululloh, men va uyim Allohning yo'liga atalgan, xohlagancha tasarruf qilgaylar" deydi. Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Fatima roziyallohu anhani uyining yeniga ko'chirib keladi. Endi salom berishdagi ihson. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا deydi. Sizlerge birov salam kılsa, sizler onundan mükemmel salam kılınlar, ya ki salamını aynen kaytırınlar deydi. Malum ki mükemmel salam kılış, Assalamu aleykum diyen kişiye ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyiş, salamını aynen kaytırış ve aleykum assalam da koyuş. Musulmonlarning bir-biri bilan uchrashganda bir-biriga salom berishning o'zimi ihson, yaxshilik qilganlik. Chunki musulmonlar boshqalarga o'xshash yaxshimisiz deb hol so'rab qo'ymasdan uchrashgan kishiga omonlik, salomatlik tilaydi. Bundan bu yaxshi ahvollashish yo'q dunyoda. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning bizga elib kelgan islom dinida insoniyatning baxt saodati uchun yetarli xazinalar bor. İnsanların baxt saadeti bu ulug'vor xazinlarni bilib foydalanishga bog'liq. Yani jidal va munozirada ihson qilish. Bu mavzuda Alloh taolo bandalarga ba'zi tavsiyalarni qilishdi. Chetda qoldirmagan. Wajadilhum billati hi ahsan. Ular bilan eng chiroyli ravishda munozirlashgan. Bizga birov yoqmaydigan bir gapni qilsa, bu nima degan qamlashmagan so'z deymiz. Agar adablikroq bo'lsak,
men bu so'zga qo'shilmayman deymiz. Lekin har ikki javobda ihson amalga oshmagan. Agar biz sizmi mening ko'z qarashimni anglab boqqan bo'lsangiz desak, hammadan yaxshi söz qilgan bo'lamiz va ihsonni amalga oshirgan bo'lamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan munozirlashish usulini o'rganish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada dastlab islomni tashviq qilgan vaqtlarining birida Makkaning katta boshlaridan Utba ibn Rabi'a payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, uning sha'niga loyiq kelmaydigan past takliflarni o'tirib qo'ydi. Uni islom da'vatidan voz kechishga undab, bu yo'lda agar boylik xohlasa, butun Makkaning boyligini yig'ib berishni, mansab desa, uni o'zligi podshoh qilishni, agar aqlini ozgan bo'lsa, eng usta doktorlarni taklif qilib, uni davo olishni o'tirib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning so'zlarini to'liq aytib olish uchun fursat berib, so'z oraliqida "So'zla, Abu Valid, anglayapman" dedi. Utbaning so'zi oxirlashgandan keyin unga "So'zing tugudimi, Abu Valid" dedi. Ve özünün cevabını chiroyli bir yo'lga qo'yib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu isl axloqi insonlarga eng adabli ravishda munozirlashish usulini va munozira axloqini o'rgatdi. Hozirgi 21-asrning madaniyatli insonlarining ko'plarida bo'lmagan, ba'zilarda bo'lgandan texi yetilib to'liqlanmagan go'zal axloqlar insoniyatning iftixorli ulgusi Hz. Muhammad sallallohu alayhi vasallamda to'liq bilan bor edi. Shunga musulmonlarla emas, balki butun insoniyat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqini o'rganishga intayin muhtoj. Qarshi tarafning so'zini ko'ngil qo'yib, to'liq anglashning o'zi ihson qatoriga kiradigan go'zal axloq. Endi gap so'zda ihson qilish. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va qul ibadi yaqul lati hiya ahsan." Mening bandilarimga aytqinki, ular eng chiroyli so'zlarni qilsin. Qanday odamga qilsa qilsin, chiroyli so'z qilsin. Har qanday yerda alqishlanadigan, insonlarning ko'nglini yuritadigan, tashdek yuraklarni eritadigan qattiqlik bilan hal qilib bo'lmaydigan ishlarni hal qilib o'tadigan sehrli narsa chiroyli so'z. Shuni biz ota-bobolarimiz chiroyli so'z toshni eritadi degan. Ihson hamma ishda talab qilindi. O'quvchilarning o'rganishlarni astoydil qilishi, ishchi xizmatchilarning vazifasini qat'iy qilib o'rindishi, ota-onaning bolalarini ko'ngil qo'yib tarbiyalashi, savdogarlarning va do'kondorlarning xaridorlarga samimiy bo'lishi, bolalarning ota-onasiga va muallimlariga sadoqatmand bo'lishi, erning ayoliga, ayolning eriga sodiq va rostchil bo'lishi, do'stning do'stiga samimiy bo'lishi qatorliq güzel axloqlarning hammasi ihson qatoridan sanaladi. Ya'ni demak ihson bir musulmonning hayotida bütün sohalarda talab qilindi. Ibodatlarda talab qilindi, dunyolik ishlashida talab qilindi, oila hayotida talab qilindi, bolalarga bo'lgan muomalasida, tuqqanlarga bo'lgan muomalasida, kishilarga bo'lgan muomalasida, yurish-turishda hamma narsada talab qilindi. Ya'ni har ishni qat'iy qilib qildi. Hatto bir supundini, axlatni talog'i to'kmoqchi bo'lsak-mu, shuni nadi chiroyli shaklda ayırıp onunki qog'ozni qog'ozga, tümürni tümürge, eynekni eynekka ayırıp Yevropa davlatlarida qilganda chiroyli paketlab yo'lga chechib etmay ayna qilishning o'zimi ihson shu. Chunki qat'iy qilib qilganlik bo'ldi ya. Qat'iy qilib qilmasa qanday qilamiz? Shudal ko'tarib, ochiqib, so'rab, ochiqib, yerimini yo'lga to'kib, uni suyini eqitib ayna qilgan ishlar var shundami? U ihson emas. İhsan degan xuddi pochtaga sotilgan paketlagandek binasini ayna tayyorlab, zirikmay ayna qilib, ayna qilish kichik odatdagi bir ishni shunday qilish. Bizning dinimiz hamma ishni bo'yda ihson bilan qilishga buyurgan. Ihson bilan ish qilgan odam rivoj topadi. Ashunda davlatlarga rivoj topadi. Ashunda millat rivoj topadi. Ammo qo'lning uchiga ish qilib qo'ydiganlar, mayli musulmon bo'lsin, mayli haramdan chiqmay ibodat qilgan odamlar bo'lsin, rivoj topolmaydi. Çünkü bu dünya işleyen işleydi. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a dedi Kur'an-ı Kerim şu. İnsan özünün işleyen işinin neticesini görürdü dedi. İnsan dedi. Müslüman insan, kafir insan. Qanday insan bo'lsin, işleyen nersinin neticesini görürdü. Bir Müslüman bu Allah'a işini koyup, ama ya dünyalık işlerini ya ahiretlik işlerini köngül bulup koymay, el qatarı qilib qo'yay deb qilsa, qo'lning uchiga qilib qo'ysa, bu rivoj topolmaydi. Bu dunyoda rivoj topolmaydi, oxiratda rivoj topolmaydi, foydasini ko'rolmaydi. Ammo bir qissa bor.
bir qurilishchi 40 yil bir qurilishda ishlayotgan. 40 yil bo'lgandan keyin dam olish vaqti kelibdi, dam olishga chiqmayotgan, pensiyaga chiqadi ekanda. Xushallik bilan pensiyaga chiqadigan oxirgi kunim bu. Mishalik ba'zi qog'ozlarni imzolab berib, xo'jayinning qishib kirib, ya'ni shirkatning mudiri xo'jayinning qishib berib, imzolab da kelsam bo'ldi deb aldirab kelganda, xo'jayin da qarab, to'xtang. Siz hamda 40 yil ishlab berdingiz. Siz hamda pensiyaga chiqishga haqli bo'ldingiz, chiqsiz. Ammo mesela bir uy vardı, 2 qavatli bir uy salmoqchidik. Mushu uyni siz selib etib, undan keyin chiqdim. Degandan adamninki chiroyi birdamda o'zgarib, xushallik bilan hozirlik ketaman degan odam hamda. Buning bilan yo'q deyamaymi, bu xo'jayin ma'qul bo'ldi debdi. İşte nayda aldırma yasan uyni, onun nayda yaxshi materiallarni ishlatdim. Qetir qilib qilim, abdan ishlam, uyni putkizib bilan onunki siz ketin bo'ldi. Pensiyaga chiqavering degan. Ma'qul degani bu odam aldirab, ash xo'sh yoqmay bu. Nayda aldirashdi qipti. Ashu ishlatilgan materiallarni nayda az ishlatib, qo'lning uchida qilib, ya'ni qo'lning uchida yani. Qo'lning uchida qilib, muddatdan burun putkizib, hasirab kirib, mana uyni putkizdim, meni uyni ochqicha, adam kirdigan tayyor qilib qo'ydim, mana endi men ketay deb ochqichni bergandan to'xtab turib o'tirdim. Asli bu uyni 40 yildan beri bu shirkatimizga xizmat qilganligimiz uchun sizga hadiya hisobida sizga sog'an uydi. Ochqichni o'zingiz eling, o'tiring dedi. Bu adam qanchalik pushaymon qildi shu chog'da, qo'llarini ishlaydi shu. Kashki bilgan bo'lsam, o'zim o'tirtganlikni bilgan bo'lsam, eng qimmat narsani ishlatib, eng qimmat materiallarni ishlatib, shu oldirmay hamma yerlarini yaxshi, mukammal qilib, qatir qilib sep chiqardim. Endi buni qulonim uchida qilib qo'ydim deb mudirga boy bina demaydi. Qulonim uchida qilgandim men kerak emas demaydi. Endi bir musulmonninki oxirgi hayoti mushunda bo'lib qolishini Alloh taolo saqlasin, hammamizni saqlasin. Chunki bu ajoyib xatarlik. Quloning uchida qilib qo'ygan narsa ustunga o'rilib tushishi mumkin. Ustunga o'rilib tushishi mumkin, aslida o'ylab qolishi mumkin endi. Ya'ni demak bizga halokat keltirdi degan gap shunda banda. Mayli dunyolik ish bo'lsin, mayli oxiratlik ish bo'lsin, qanday ish bo'lsin, qo'limizning ishida qilib qo'ygan. Namozni shu al-qatori o'qib qo'ygan. Al-Qatari yilda 5 qatim haramga berib bunda ko'rinib qo'ygan. Al-Qatari bir ishni qilib qo'ygan. Bu ish bizni qutqizolmaydi. Voyaga yetkazib, qatir qilib, berilib, ixlos bilan Alloh roziligi uchun qilmoqcha u ish amalga oshmaydi. Alloh taolodan hammalarga yaxshi bir hayot, Alloh roziligini ko'zlaydigan va oxirgi hisobda foyda topadigan yaxshi ishlarni qilib Alloh taolaning dargohida shu yaxshi ishlarningki mukofotini, darajasini, savobini ko'radigan musulmonlardan qilsin. Amin.